Xo'p, ertalabdan polyaga chiqdim. O'zi anchadan beri ko'chada trenirovka qilyapman. Zalga chiqmayotganimga ham ancha bo'lib ketdi. O'zi zalga bundoq общий hisoblasam, bitta 4,5 oycha chiqdim, 4 oycha. 3 oy Willpower'ga chiqdim. Keyin 1,5 oy o'zimizni mahalladagi zalga chiqdim, Geraklga. O'zi Geraklga 3 oylik abonement bittada olgandim. Lekin 1,5 oycha chiqib, keyin chiqolmadim. Chunki bir oy chiqib bo'ldim, ikkinchi oyi yarimida chiqdim. Keyin уже yarimida anaqa abonementim bor edi, qog'ozli. U kir mashinaga kirib ketdi. Shu bilan abonementim kuyib ketdi. Уже 3-oyda uyda remont boshlanib qoldi. U yoq bo'ldi, bu yoq bo'ldi, chiqolmadim. Keyin ishlatmaganimga qaramasdan u yoqqa olib borsam, ular aytishyapti, что expired bo'lgan, surok o'tib bo'lgan-da. Mayli, hech qisi yo'q. Уже yoz bo'ldi. Yozda по-любому ko'chada trenirovka qilamanman. Chunki ko'chada trenirovka qilish ancha zo'rroq. Menga ko'proq yoqadi. Baribir ko'chada trenirovka qilib o'rganganman, chem zalga qaraganda. Bu yerda to'g'ri anaqa imkoniyatlar, ko'chada qilganingizda imkoniyatlar unaqa ko'p bo'lmaydi. Toza havoda ertalabdan mazza qilib, quyosh tagida trenirovka qilasiz. O'zi bugun grut ishlayman, lekin anaqamiz ham bor bizda. O'zimizda gantel olib kelib qo'yganmiz. Grutga ishlashga gantelimiz bor. Xo'p, kecha o'zi trenirovkaga chiqa olmagandim. Kecha dam oldim. Chunki anchadan beri har kuni trenirovka qilyapman. Qarasam, qanaqadir kecha o'zimni kuchsizdek his qildim. Badanim qanaqa charchagandek. Keyin qaradim, что chiqsam hozir normal trenirovka qilib keta olmayman. Undan ko'ra chiqmaganim yaxshi dedim. Hech chiqmadim. Lekin obeddan keyin chiqib kecha ko'pda tepib shu yerda futbol o'ynadim. Shunaqa meni fikrimcha, endi hammada har xil. Men ras chiqdimmi trenirovkaga, yaxshilab bosib trenirovka qilib ketishim kerak. Agar bosib trenirovka qilib, yaxshilab trenirovka qilmasam, agar qila olmaydigan sosteniyada bo'lsam, chiqmaganim yaxshiroq, bekorga vaqt ketkazib, bu yerda yurganimdan ko'ra. To'g'ri, lekin ko'chada anaqa aytganimdek imkoniyatlar kam, baquvvat bo'lib keta olmaysiz. Baquvvat bo'lsa ham bo'ladi ko'chada. Yaxshilab trenirovka qilishni, qanaqa trenirovka qilishni bilsangiz albatta. Hozir aytganimdek gurtga ishlayman. Как incline bench press bo'ladi, chestga. Yana ozgina boshqa mashq qilaman. Rezinka olib chiqqanman. Rezinkada ishlayman, brus qilaman, ajmani qilaman. Yetadi shu. Bu tosh где-то 17 kilomi, 18 kilomi, 20 kilomi aniqini bilmayman. Chunki hali o'lchab ko'rmadik necha kiloligini. Gurtga ishlashga zo'r. Gurtlarga ishlash uchun eng zo'r mashqlardan bittasi brus deb bilaman. Brus qilish vasha chotki gurtga zo'r beradi. Tricep ham. Keyingi mashqqa rezinkada ishlayman. Bu как zaldagi kabel bo'ladi. Chestga ishlash uchun kabel bor, ikkita tarafdan chiqib turadigan. Как shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi ajmani qilaman. Qo'lni bir-biriga yaqinroq qilib, ingichka qilib qilaman.
И bu vashi eng birinchi o'rinda turadi. Bu realniy men o'zim hisoblagan eng birinchi o'rinda turadi. Gurtga ishlash bo'yicha ajimani bunga chunki hech qanaqa ko'chaga chiqishingiz ham kerak emas. Ekvipment ham kerak emas, hech balo kerak emas. Просто qo'lingiz bilan xohishingiz bo'lsa bo'ldi. Endi oxirgi mashqqa, как bu ham ajimani bo'ladi, lekin boshqa charog'i. Cho'zilib ishlayman. Bu yelkalarga ham beriladi. O'zim umuman ishlagan paytingiz hech qachon har doim faqat gurtda o'zi ishlamaydi. Boshqa joylaringiz ham ishlaydi. Yelka, bicep, tricep deganda. Xo'p, uyga keldim. Endi hozir bitta cold shower olib, keyin zavtrak qilaman. Shu bilan ishni boshlayman. Uring yomon kattasi chiqibdi boribdan lekin. Xo'p, cold shower bo'ldim. Endi zavtrak qilaman. Zavtrak tayyorlayotgan paytim podcast yoki YouTube'da video ko'raman, biznesga oid kontent ko'raman. Hozir zavtrak qilaman, shu bilan ishni boshlayman. I'm about to walk you guys. Literally, 80% of all the work is done with AI. AI. It's in mastering a skill. It's Sunday, right? Woke up. Yeah, it's Sunday. Bugun o'zi haqiqatan ham yakshanba menda ham. Bu bir hafta oldin chiqqan video уже, endi ko'rmanman. Bu hozir AI haqida gapiryapti, ya'ni sun'iy intellekt, biznesni sun'iy intellektga bog'lab qo'yish va sun'iy intellekt o'zi sizni biznesingizni qilaveradi, siz energiya, vaqt sarflamagan holda. O'sha narsani haqida gapiryapti. Got coffee and I went to AI. I'm like, so we have two ideas. All the entrepreneurs, because for me, I don't want to have I don't want to sell courses. The beautiful thing is with our incubator, right? We're able to give value, make money while we're also attracting amazing talent. Xo'p, уже zavtrak ham tayyor. Zavtrak o'zi har kuni bir xil manda tuxum, piyoz, pomidor. Har kuni bir xil narsa yeyman. Bu normalniy. Oqsili yaxshi-da, bunda protein. Negadir men ana kuni rosa qaynagan tuxum yedim. Men butun peshonamdan bitta katta ugri chiqib keldi, salom deb. Lekin men buni sarig'ini yeyman, tuxumni qovurilgan sarig'ini yesam, bunaqa ugri berib yubormaydi. Lekin qaynaganni kuchliroq menimcha sarig'i. Sarig'i kuchli degani, demak, qaynatilgan tuxumni oqi ham kuchli degani. Nu, men qaynagan tuxumni yemayman hozir, o'shaning uchun ugri berib yuboryapti. Polniy anaqa qo'yman. Qo'rib, pomidor, piyoz qilib yeyapman. Right, if this one ends up killing it, we're probably going to just run with it for the info niche, and I can just scale it to the moon, and you're going to end up winning even without forcing the win. You're not be like, oh, I help local businesses scale. No. Okay, guys, zavtrak qilib oldim. Endi Telegramga bitta blog yozaman, to'g'rirog'i post. Rasmli qilib yozaman bugun. Rasmli qilib yozsam Instagramga ham qo'ya olaman, Telegramga ham qo'ya olaman, YouTube'ga ham qo'ya olaman, TikTokga ham qo'ya olaman. Kecha yozgandim pul haqida. Ko'rib Telegram kanalimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Uni rasm anaqada formatda emasda,
просто tekst formatda yozdim. Qarasam faqat Telegramga qo'ya olayotganman uni. Oldingi anaqamga, stylimga qaytdim. Oldin ko'p yozardim rasm shaklida, rasm ichiga tekst chiqardim. Instagramga, YouTube'ga, TikTok'ga, Telegramga qo'yardim. Hozir blog to'g'riroq aytganda post yozaman. Shu bilan ishni boshlayman. Xo'p, post yozib bo'ldim. Postni Telegram kanalimga ham tashlab qo'ydim mana hozir. Post maqsad haqida, kechagi blogim aytganimdek pul haqida edi. Agar bloglarni, postlarni o'qimoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegram kanali linkini shu videoning tagida qoldiraman. Yoki bo'lmasam YouTube'imni biosidan ko'rib Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. O'zi bugun aytganimdek kun yakshanba, ish kam bo'ladi, unaqa ko'p bo'lmaydi. O'zi bugun ishlamasdan turib dam olsam ham bo'ladi, lekin ishdan boshqa qiladigan mana boshqa muhimroq nima ishim bor? Ishim yo'q, misol uchun bugun ishim yo'q. O'shaning uchun ishlayman, narsa o'rganaman yoki bo'lmasam podkast eshitaman, podkast ko'raman biznesga oid yoki bo'lmasam biznesga oid kontent ko'raman. Hop, уже soat 21:12, 9dan 12 minut o'tdi. Shu paytgacha ishladim. 20 minutdan beri, где-то yarim soatdan beri bugungi olgan videoyimni edit qilyapman. Ya'ni hozir ko'rib turgan videoyingizni edit qilyapman. Shu bilan kunimni tugataman. Hozir uxlashdan oldin ozgina meditatsiya qilaman. Keyin Atomic Habits yana boshqatdan o'qishni boshlaganman. O'sha kitobni o'qiyman. Atomic Habits, ya'ni atom odatlari degan kitobda o'zbekchasi ham bor. O'qishingizni maslahat beraman. Angliskini bilsangiz inglizchasini yoki angliskini bilmasangiz o'zbekchasini ham o'qisangiz bo'ladi. Juda ham zo'r kitob, shaxsiy rivojlanishga oid bo'lgan. Yomon odatlarni osonlik bilan yo'qotish, yaxshi odatlarni shakllantirish. Ular shunaqa. Video kontent anaqa formati yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozing. Shunaqa, o'sha xudo xolasa aytganimdek kunimni tugataman. Xudo xolasa ulgursam, o'sha yarim soatlarda, где-то 10 ga yaqin YouTube'ga shu videoni qo'yib yuboraman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgisi kelmayotgan paytda qiling, oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.